oktagonga chaqirmoqchiman. Shu kunlarda prezident ismi bormi? Qaysi Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni oktagonga chaqiraman. Sabab shu xalq puli kamayib ketyapti, qashshoqlar ko'payib ketyapti, ish yo'q ko'ryapsiz. Hamma anavi zavodlarda yaxshi oylik bermayapti aka, ko'ryapsiz-ku. To'g'rimi yo'qmi? Misol kuniga 100 ming, 150 ming topyapti-da o'rtacha yarim aholi. U nima bo'ladi? 2 kun, 3 kunga yetadi. 2 kun, 3 kun yeysizmi yo'qmi? Pulni dangal hamma joyda oyliklarni ko'tarish kerak, kak qilishda. Hamma ishlagan haqqini berish kerak. Misol, masalan, anovlardan savdogarlar ham misol hech to'ymaydi, 2 barobar, 3 barobar narx qo'yadi, 50 minglik narsani 500 ming, 600 mingga ham sotyapti-da, misol, yaxshiroq bo'lsa. Hech kim to'ymayapti O'zbekistonda. Boylar ko'p, lekin kambag'allar ham yarmi kambag'al bo'lib ketgan. Shuning uchun O'zbekiston prezidentini oktagonga chaqiraman.